Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Oynadagi aksimga uzoq tikildim. 60 yildan ortiq vaqt davomida quyosh va shamol opgan yuzim xarita kabi ajinlarga tola edi. Sochlarim oppoq qor, qo'llarim esa qari daraxtning tomirlari kabi bortib chiqqan. Mening ismim Soraxon. Yoshim 71da. 10 yil oldin cholimni, rahmatli Erkin akani tuproqqa berganman. 3 ogil, 2 qizim bor. Hammasi uyli-joyli, oz tashvishi bilan ovora. Men bu katta hovlida xuddi keraksiz buyumdek burchakda kun sanab yashayotgan kampir edim. Hayotimning ma'nosi qolmagandi. Har kuni ertalab uyg'onib, nega Xudo hali ham jonimni olmayapti deb o'zimdan so'rardim. Nabiralarim kelib turishardi, lekin ular uchun men shunchaki buvi pensiya olganda shirinlik ulashadigan, ko'p gapirsa miyasi aynib qolibdi deyiladigan bir sharpa edim. Ammo taqdirning men uchun tayyorlab qo'ygan rejasi nafaqat mening, balki butun tibbiyot olamining ustidan kulishga qodir ekanligini men hali bilmasdim. Hammasi o'sha kuzning so'nggi oyida boshlandi. Havolar sovib, daraxtlar yalang'och qolgan paytda mening vujudimda galati, tushunarsiz bahor boshlanganini sezdim. Birinchi belgilar qarilik marazmi. Dastlab buni zaharlanish yoki oshqozon kasalligi deb o'yladim. Ertalab o'rnimdan turishim bilan boshim aylanar, ko'nglim behuzur bo'lardi. Ayniqsa kelinim oshxonada piyoz doglaganda, o'sha hiddan oqchigim kelib, hovliga otilib chiqardim. Kelinim Nargiza bu holatimni ko'rib burnini jiyirdi. Oyi, yana nima bo'ldi? Ovqat yoqmadimi? Yoki ataylab qilyapsizmi? Yo'q, bolam, shunchaki qon bosimim o'ynayapti shekilli deb bahona qildim. Lekin bu qon bosimi emasdi. Men ostanamni bilardim. Bu his bu juda tanish, lekin 40 yildan beri unutilgan his edi. Eng dahshatlisi, qornimning pastki qismidagi galati qimirlash edi. Xuddi kapalak qanot qoqayotgandek. Jinni bo'libsan, Soraxon, dedim o'zimga o'zim tunda ko'rpaga o'ranib yotib. 71 yoshdasan. Tuxumdonlaring allaqachon qurib bitgan. Bu shunchaki ichaklardagi gaz yoki osimta. Ha, aniq osimta. Saraton. Olim haqida o'ylash meni qo'rqitmadi. Aksincha tinchlantirdi. Agar bu osimta bo'lsa, demak tez orada Erkin akamning yoniga ketaman. Bu azobli yolg'izlik tugaydi. Lekin kunlar o'tgani sayin osimta kattalashar, harakatlari esa kuchayardi. Bir kuni tunda qornimda aniq bir turtki sezdim. Bu gaz emasdi. Bu tepki edi. Dahshatdan o'rnimdan sakrab turdim. Chiroqni yoqib ko'ylagimni ko'tardim. Qornim u biroz dumaloqlangandek edi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Aqlga sigmaydi. Men beva ayolman. Erkin aka olganiga 10 yil bo'ldi. Ammo mening bir sirim bor edi. Hatto bolalarim ham bilmaydigan, qabrga o'zim bilan olib ketmoqchi bo'lgan sirim. Yashirin nikoh va yo'qotish. 6 oy oldin. Ha, bor-yo'g'i 6 oy oldin mahallamizdagi masjid qorovuli 68 yoshli Solih aka bilan yashirin nikoh o'qitgan edik. Solih aka ham yolg'iz edi. Xotini vafot etgan, bolalari Rossiyada. Biz masjid hovlisida, keyinroq bozor yo'lida uchrashib qolardik. Uning mungli ko'zlari mening yolg'izligimga hamroh bo'ldi. Biz ehtiros uchun emas, shunchaki bir-birimizga suyanish, bir piyola choy ustida dardlashish, sovuq tunlarda bir-birimizning qo'limizni ushlab, tirik ekanligimizni his qilish uchun turmush qurdik. Bu nikohni sir tutdik. Chunki bolalarimiz qarigan chogida buzuqlik qilibdi deb ustimizdan kulishidan, bizni sharmanda qilishidan qo'rqdik. Solih aka tunda devor oshib mening hovlimga o'tar, tong otmasdan ketardi. Biz o'g'rilardek yashadik, lekin o'sha qisqa damlar hayotimning eng baxtli onlari edi. Ammo 2 oy oldin Solih aka yurak xurujidan vafot etdi. Men uning janozasiga ham borolmadim. Uning bolalari kelib hovlisini sotib ketishdi. Men yana yolg'iz qoldim. Faqat bu safar yolg'izligimga qandaydir begona hamrohlik qilayotgandek edi. Shifokor huzuridagi sharmandalik. O'zimni qo'lga olib, tuman markazidagi xususiy klinikaga borishga qaror qildim. Davlat poliklinikasiga borsam, mahalla-ko'yga gap tarqalib ketishi mumkin edi.
Ro'molimni peshonamgacha bostirib, qora ko'zoynak taqib oldim. Klinikada navbat kutib o'tirarkanman. Atrofimda yosh-yosh homilador kelinlar, erlari bilan kulishib o'tirgan ayollarni ko'rdim. Men ular orasida xuddi qargadek ko'rinardim. "Buvi, siz terapevtkami?" deb so'radi bir qiz. "Ginekolog xonasi bu." "Adashibsiz." "Yo'q qizim, men shunchaki tekshirtirgani keldim", dedim ovozim titrab. Ichkariga kirdim. Vrach 30 yoshlardagi zamonaviy kiyingan ayol ekan. U shikoyatlarimni eshitib, avvaliga shubha bilan, keyin esa achinish bilan qaradi. "Xola, yoshingizda o'simta bo'lish ehtimoli katta. Keling, uzi qilamiz." Men kushetkaga yotdim. Muzdek gel qornimga surilganda etim junjikib ketdi. Doktor apparatni qornim bo'ylab yurita boshladi. Ekranga qaramasdim. Faqat doktorning yuzini kuzatardim. 1 daqiqa o'tdi. 2 daqiqa. Doktorning yuzidagi loqaydlik asta-sekin hayratga, keyin esa dahshatga aylandi. U apparatni qornimga qattiqroq bosdi. Ko'zlarini ishqalab yana qaradi. "Apparat buzildimi deyman", goldiradi u, "hamshira. Boshqa datchikni olib kel." Yana tekshirishdi. Doktor rangi oqarib stulga o'tirib qoldi. "Xola", dedi u ovozi xirillab. Siz oxirgi marta qachon erkak kishi bilan bo'lgansiz?" Yuzim lovillab yondi. "Nima deganingiz bu? Men beva ayolman." "Xola, yolg'on gapirishning hojati yo'q", dedi doktor qat'iy. "Chunki ekranda o'simta emas. Ekranda homila bor. Taxminan 22 haftalik. 5 oylikdan o'tgan. Va eng qizigi u tirik. Yuragi urayapti." Xonada o'lik sukunat cho'kdi. Faqat o'zi apparatidan kelayotgan dup-dup degan tovush eshitilardi. Bu mening bolamning yuragi edi. Solih akaning yodgorligi. Men yig'lab yubordim. Sharmandalikdan emas, mo'jizadan. "Bu mumkin emas", pichirladim men. Men 71 yoshdaman. Hayz im to'xtaganiga 20 yil bo'ldi. Tibbiyotda bunday holatlar milliondan bir uchraydi, dedi doktor boshini chayqab. Bu fenomen. Gormonal portlash bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin xola, bu juda xavfli. Sizning yoshingizda tugish bu o'z joniga qasd qilish bilan barobar. Bolani oldirib tashlash kerak. Zudlik bilan. "Yo'q", deb baqirdim men kutilmaganda. O'zim ham bu kuch qayerdan kelganini bilmayman. Bu Xudoning bergani. Men uni oldirmayman. Oilaviy sud. Uyga qaytganimda oyoqlarim ostida yer yoqdek edi. Nima qilaman? Bolalarimga qanday aytaman? Oyingiz 70 yoshida homilador bo'lib qoldi, otasi esa olgan qorovul deymanmi? Kechqurun hamma farzandlarimni chaqirdim. Katta o'g'lim Murod, o'rtanchasi Sodiq va qizim Gulnoza. Ular xavotir bilan kelishdi. Dasturxon atrofida o'tiribmiz. Choy ichilyapti, lekin tomogimdan o'tmayapti. "Oyi, tinchlikmi? Nega hammamizni yigdingiz? Vasiyat qilmoqchimisiz?" deb hazillashdi Murod. Chuqur nafas oldim. "Bolalarim, menga quloq solinglar. Men kasal emasman. Men boshqa holatdaman." "Qanaqa holat?" tushunmadi Gulnoza. "Men homiladorman", dedim ko'zlarimni yumib. Xonada pashsha uchsa eshitiladigan jimlik bo'ldi. Sodiqning qo'lidagi piyola tushib ketib chil-chil sindi. "Nima?" Murod o'rnidan sapchib turdi. "Oyi, nimalar deyapsiz? Aqldan ozdingizmi? Qarilik marazmi bu? Qanaqa homila? Dadam olganiga 10 yil bo'ldi-ku." "Otasi dadang emas", dedim past ovozda. "Solih aka edi. Biz nikoh o'qitgan edik." Bu gap portlagan bombadan ham kuchliroq ta'sir qildi. "O'sha qorovulmi?" deb chinqirdi Gulnoza. "Oyi, sharmanda. Butun mahalla ustimizdan kuladi-ku. 70 yoshda erga tegib bola orttirib olish. Siz bizni oyladingizmi? Nabiralaringizni oyladingizmi? Buving buzuq ekan deyishsa nima qilamiz?
Murodning yuzi qizarib, tomirlari bortib chiqdi. Bu bolani tugdirmaymiz, deb baqirdi u stolni mushtlab. Ertagayoq shifoxonaga borasiz. Oldirib tashlaysiz. Agar tugaman desangiz bizdan kechasiz. Men bunday onadan voz kechaman. Bu uyga qadam bosmayman. Men ham, deb qo'shildi Sodiq. Oyi, sharmanda qilmang bizni. El-yurt oldida bosh ko'tarib yurolmay qolamiz. Men o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, lekin boshim aylanib ketdi. Qon bosimim oshib ketgandi. Bu mening bolam, dedim hansirab. U tirik. Solih akadan yodgorlik. O'sha Solihingiz bilan go'rda chirisin. Murod shunday deb baqirdi-yu birdan to'xtab qoldi. Chunki men polga yiqildim. Qornimda qattiq og'riq turdi. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Oyi, deb qichqirdi Gulnoza. Oxirgi eshitganim Murodning ovozi edi. Tez yordam chaqiringlar. Olyapti. Lekin men olimdan qo'rqmasdim. Men faqat bir narsadan qo'rqardim. Ular men hushsizligimda bolamni nobud qilishlari mumkin edi. Zulmatga cho'karkanman, qo'limni qornimga mahkam bosib oldim. Bolam, mahkam bo'l. Biz kurashamiz. Hali hammasi oldinda. Ammo men hali bilmasdimki, shifoxonada meni kutayotgan xabar bundan ham dahshatliroq bo'ladi. Bu shunchaki homiladorlik emasdi. Bu butun dunyo olimlarini lol qoldiradigan, lekin mening hayotimni qil ustiga osib qo'yadigan tibbiy jumboq edi. Ko'zlarimni ochganimda atrofimda faqat oq rangni ko'rdim. Qulog'imga bir maromdagi pip degan tovush chalinardi. Bu mening yuragim urishi emasdi, bu meni tirik ushlab turgan apparatning ovozi edi. Tomog'imga naycha tiqilgan, qo'loyoqlarimga o'nlab simlar ulangan edi. Men reanimatsiyada edim. Boshimni biroz burib, xonaning narigi burchagida turgan shifokorlarni ko'rdim. Ular bitta emas, 5-6 kishi edi. Orasida mening tuman vrachim ham, sochlari oppoq, ko'zoynakli bir keksa professor ham bor edi. Ular qo'llaridagi rentgen qog'ozlariga va monitor ekraniga qarab qizg'in bahslashardi. Bu aqlga sigmaydi, derdi professor hayajon bilan. 71 yosh. Bachadon atrofiyasi bo'lishi kerak edi, lekin u xuddi 20 yoshli qiznikidek ishlayapti. Gormonal fon bu shunchaki mo'jiza emas, bu tibbiy inqilob. Men ingradim. Shifokorlar darhol menga o'girilishdi. Soraxon opa, o'zingizga keldingizmi? Professor yonimga kelib, ko'zimga chiroq tutdi. Qo'rqmang, biz shu yerdamiz. Men gapirmoqchi bo'ldim, lekin tomog'imdagi naycha xalaqit berdi. Faqat ko'zlarim bilan bolamchi deb so'radim. Professor tushundi. U qo'limni ushlab jilmaydi. Bolangiz tirik. U juda kuchli ekan. Xuddi onasiga o'xshab. Shu payt eshik ochilib, ichkariga o'g'lim Murod va qizim Gulnoza bostirib kirishdi. Hamshiralar ularni to'xtatishga urinishdi, lekin Murodning g'azabi devorlarni yorib o'tadigan darajada edi. Vrach, deb baqirdi Murod. Onamni oldirmoqchimisizlar? U 70 yoshda. Darhol operatsiya qiling. Olib tashlang bu homilani. Onamning hayoti qil ustida turibdi-ku. Professor Murodga qattiq tikildi. O'g'lim, ovozingizni pasaytiring. Bu yer bozor emas. Siz tushunmayapsiz. Gulnoza yig'lab yubordi. Bu sharmandalik. Agar onam tug'ruq paytida o'lsa, biz el-yurtga nima deymiz? Kampir tugaman deb oldi, deymizmi? Bizga onamiz kerak, bola emas. Professor ko'zoynagini yechib stolga qo'ydi. Uning yuzida jiddiy ifoda paydo bo'ldi. Sizlar faqat sharmandalikni o'ylayapsizlar, dedi u bosiqlik bilan. Lekin bir narsani bilmayapsizlar. Agar biz hozir bolani olib tashlasak, onangiz aniq oladi. Hamma jimib qoldi. Murodning rangi oqardi. Nima degani bu? Onangizning yuragi juda zaif edi. Surunkali yurak yetishmovchiligi. Aslida tibbiyot qonunlariga ko'ra u o'tgan yili vafot etishi kerak edi. Lekin professor monitordagi yurak urishini ko'rsatdi. Hozir uning yuragi yosharmoqda. Tushunmadim, dedi Sodiq hayron bo'lib.
Fetal mikroximerizm, dedi professor sirli ohangda. Bu juda kamdan kam uchraydigan hodisa. Bachadondagi bola o'zining ildiz hujayralarini ona qoniga yuboryapti. Bu hujayralar onaning kasal a'zolarini, yuragini, jigarini topib, ularni davolayapti. Sodda qilib aytganda, bu bola onangizni ichkaridan yamayapti. Bola onasining hayotini saqlab qolish uchun kurashyapti. Agar homilani olsak, bu jarayon to'xtaydi va onangizning yuragi yuklamani ko'tarolmay to'xtaydi. Men yotgan joyimda yiglab yubordim. Demak, Solih akam menga shunchaki farzand emas, balki najot qoldirib ketgan ekan. Mening bolam u hali tugilmasdanoq meni qutqarayotgan edi. Jamiyatning hukmi va oaf hujumi. Bu xabar shifoxona devorlaridan tashqariga chiqib ketdi. Qanday chiqqanini bilmayman, balki hamshiralar, balki boshqa bemorlar aytgandir. Ertasiga shifoxona darvozasi oldida jurnalistlar, blogerlar va televideniye xodimlari to'planib qolishdi. 71 yoshli mo'jiza ona degan sarlavhalar internetni portlatdi. Murod va Gulnoza avvaliga uydan chiqolmay qolishdi. Ular odamlarning masxara qilishidan qo'rqishardi. Lekin internetdagi izohlarni o'qib hayratda qolishdi. Odamlar sokishmayotgandi. Odamlar duo qilishardi. Bu Xudoning qudrati, onalik baxti yosh tanlamaydi, ilohim, sogomon qutulib olsin, degan minglab izohlar yozilgandi. Bir kuni palatamga Murod kirdi. Uning qo'lida bir dasta gul bor edi. U o'zgargan, ko'zlardagi gazab so'ngan, o'rnini aybdorlik egallagandi. Oyi, dedi u boshini egib. Bizni kechiring. Biz faqat odamlarning gapini o'ylabmiz. Aslida butun dunyo sizga havas qilyapti ekan. Men uning qo'lini siqdim. Men sizlardan xafa emasman, bolam. Sizlar ham qiynaldingiz. Qiyomat kechasi. Homiladorlikning 36 haftasi. 8 oy toldi. Vrachlar endi kutish mumkin emasligini aytishdi. Bolaning vazni oshib borayotgani mening yuragimga baribir og'irlik qilardi. Kesarcha kesish operatsiyasi belgilandi. Bu operatsiya oddiy emasdi. Butun respublikaning eng kuchli ginekologlari, kardiologlari va reanimatologlari yig'ilishdi. Operatsiya xonasi xuddi kosmik kema markaziga o'xshardi. Meni stolga yotqizishdi. Narkoz berishdan oldin professor qo'limni ushladi. Soraxon opa, tayyormisiz? Bugun tarix yozamiz. Men ko'zlarimni yumdim va xayolan Solih akani chaqirdim. Qayerda bo'lsangiz ham menga kuch bering. Bizning sevgimiz mevasi dunyoga kelyapti. Operatsiya boshlandi. Men uyquda edim, lekin ruhim xuddi tepada uchib yurgandek hammasini ko'rib turardim. To'satdan apparatlarning tovushi o'zgardi. Uzluksiz signal chalinib ketdi. Bosim tushib ketdi, deb baqirdi anesteziolog. Yurak to'xtayapti. 60-40. 20 astoliya. Defibrilyator. Tez. Professorning ovozi momaqaldiroqdek yangradi. Biz uni yo'qotyapmiz. Bolani oling tezroq. Murod va Gulnoza operatsiya bloki oynasidan qarab turishardi. Monitor chizigi to'g'ri bo'lib qolganini ko'rib, Gulnoza chinqirib yubordi. Murod esa devorga mushtlab yig'lay boshladi. Oyi, olmang. Iltimos, olmang. Shifokorlar mening ko'kragimga tok urishdi. 1 marta. 2 marta. Yurak jim edi. Shu payt jarroh bachadonni kesib bolani oldi. Kichkintoyning yigisi eshitilmadi. U ko'kargan, harakatsiz edi. Operatsiya xonasida dahshatli sukunat cho'kdi. Ona ham, bola ham o'lik edi. Professor bolani qo'liga olib, yelkasiga urdi, og'zini tozaladi. Nafas ol, qizaloq. Nafas ol, deb pichirladi u. Va birdan inga, ingichka, lekin hayotga tashna ovoz yangradi. Bola yig'ladi. Bu yigi xuddi sehrli qo'ng'iroqdek ta'sir qildi. Shu zahoti monitorda mening yuragimning pip degan zaif tovushi paydo bo'ldi. Bola hayqirib, onasini ham bu dunyoga qaytargan edi. Yurak urdi, deb qichqirdi kardiolog. U qaytdi. Ritmni ushlang.
Yangi hayot tongi. Kozimni ochganimda derazadan quyosh nuri tushib turardi. Palata gullarga tola edi. Yonimda beshik, uning atrofida esa bolalarim va nabiralarim parvona edi. Murod meni uyg'onganimni ko'rib yugurib keldi. Oyi, ozingizga keldingiz. Xudoga shukr. Bolam, dedim zaif ovozda. Qani u? Gulnoza beshikdan oppoq yorgakka o'ralgan chaqaloqni olib ko'ksimga qo'ydi. U Solih akaning kuyib qo'ygandek ozi edi. Qoshlari qora, burni kichkina, lablari burtgan. U menga qarab ko'zlarini ochdi. Uning ko'zlarida butun koinot aks etardi. Men uni hidladim. Jannat hidi edi bu. Ismini nima qo'yamiz, oyi? Deb so'radi Murod ko'zini artib. Men qizimga qaradim. Uning ismi Mo'jiza, dedim men. Chunki u imkonsiz narsaning isboti. Epilog 3 yil o'tib. Hovlida shoh kulgi eshitiladi. 3 yoshli Mo'jiza kapalak quvib yugurib yuribdi. Men ayvonda o'tirib unga qarab choy ichyapman. Yoshim 70 tortdi. Lekin o'zimni 40 yoshdek his qilaman. Sochlarim hali ham oq, yuzimda ajinlar bor, lekin yuragimda bahor gullayapti. Murod va Gulnoza har kuni kelishadi. Mo'jiza ular uchun sevimli singil, nabiralarim uchun esa kichkina ammar bo'ldi. Odamlar hali ham meni ko'chada ko'rsa hayrat bilan qarashadi. Ba'zilar avliyor deb atashadi, ba'zilar shunchaki bosh egib salom berishadi. Men osmonga qarayman. U yerda bulutlar orasida Solih akaning jilmayib turganini his qilaman. Ko'rdingizmi, deyman ichimda. Biz uddaladik. Bizning sevgimiz olimni yengdi. Hayot qiziq. 7 yoshimda qo'g'irchoq o'ynardim, 70 yoshimda esa haqiqiy qo'g'irchoqni bagrimga bosdim. Hech qachon endi kech demang. Chunki mo'jizalar soatga qarab kelmaydi. Ular eng kutilmagan paytda, umid so'ngan lahzada eshik qoqadi. Men 71 yoshimda ona bo'ldim. Va bu mening hayotimdagi eng to'g'ri qaror edi. Tamom.